Assalamualaikum vatan üçün tubudaki qarindoshlar, ustozlar. Bugün 5. ayının 29. günü buldu. Germaniyanın vaqti ettigen seher. Ma yuqorida bir necha kun yağı bu dünya Uyghur qurultayıga qarshi shaxsiy o'chmanlik qilayotgan, töhmet qilayotgan, xalqimizni qaydirayotgan shundaq töhmetlarni o'tirg'a chiqishiga hurmatlik Amerikada yashaydigan, Ohio'da yashaydigan Yarmamat Efendi başlamchiligida chiqdi bu töhmetlar. Hurmatli Yarmamat Efendi, sizning bu birinchi qitimliq töhmetinglar emas, mening qizimning ustidan vakiza boshqalarning demisammi. Birinchi qitim töhmetinglardimi yolg'onchiliginglar oshkorlangan. Bu videolarni qurashtirib, chiqarib, uning yolg'onchilik oshkorlanganda o'zinglarning xato qilganligini iqror qilmagan bunda bir xarakterga ega insonsizlar-da. Asosan bilim usulini Mamu ikinci qitimliq töhmetinglarni har qitim Dünya Uyghur qurultayining o'shunda bir oliy milliy kengash yig'inlari chiqqan vaqtda bundan bir sapsatini so'rab chiqisizlar. Birinchi, sizlarni bu surgun dokumentiningki bayonotchisi. Bu qilayotgan xizmatinglar o'zinglarning surgun hukumatini hozir g'alg'a tushirib qo'ygan asos sababning birisi shu. Xitoy uchun, Xitoy kommunistlar uchun qarshi qilgan harakatingning birisi yo'q. Men davomli kuzatma, sizlar dunyoda bo'layotgan namoyishning oldida bayroq ko'targan yeringlar yo'q. Xitoy konsulining oldida turib, Xitoylarga to'lg'an shuvaringni men anglamadim. Shaxsan. Sizlar ham shunday bir inson hamda dushman oldingda turibdi, hammamizning oldida turibdi. Hozirgi zamonda bütün Uyghur xalqining shaxsiy bo'lsin, tashkilot bo'lsin, guruhlar bo'lsin, qilayotganimiz o'zimizning ojizligidan qilayotgan bir sabablar. Alloh nasib qilsa, haqiqiy samimiylikka hammamiz duo qilsak, ixtilof chiqarmay bir hammamiz bir noktada, bir ortak noktada harakat qilsak, Alloh Taala bu vatanimizda cho'qim bizga nasib qiladi, Xudoyim bo'lsa. Ama bu qachon bo'ladi onu bilmaymiz. O vaqtgacha sizlar bunda töhmetlerden jiq to'qib chiqisizlar meningcha. Mayli, bizga Alloh sabr bersin. To'y qilmagan kichik oliy maktabni mening qizim inglizcha o'qigan. Bilamsizlar? 10 yil inglizcha maktab o'qigan. Sizlarning saviyaringlar balkim sizlar 15 yil inglizcha o'qigan bo'lishinglar kerak. Mushu töhmetlarni to'qib chiqqaninglar qaraganda. Bulamda hurmatli mushu vatan içindeki topdaki qarindoshlar, mo'shincho'lar, mütemlik töhmetxo'rlar chiqsa, ikki qiz haqiqat gapni qilolmaganliginglar, sizlar endi vatan uchun jinimizni berimiz, qinimizni berimiz, anda qilamiz degan gapinglarga amal qilmayapsizlar. Ikki qiz bir madaniy shaklda bu töhmetlarni izlab topa olasizlar. Buning haqiqati mana shu majburiy ishlab chiqarilgan emgakning mallarını Avrupa'ya çıkarmayızlar degan faoliyatdagi bir aşkı filmdeki bir gapni kichikkina birini kesip çıkıp taqıtıyotgan gap bu. Bu videonu tapalayızlar, to'liq bir videonun baş aygını ko'rib, yoki biz bunun haqiqatini surishti qilib, anandaki bu töhmetkorlarga ergashsanglarmi yarışıdı. Yuqorida Washington'da yaşaydigan İlyas Shamshiddin degan şu surgun dokumentinin raisi bo'lgan efendimde. Bu efendiler aşında kılıp 15 yılın yağı özünün sürgünde hükümetini hazırga halet düşürüp 8 parçalık bölüp oturmadılar. Tabi 8 parçadan bunun takımı terakılıp 10'a pırlığa okşaydı. Bu ahval hem de özünlerin hükümetinin inavatını düşürüşke bu kılıvatkan hizmetinle asasa yaraydı.